25 ming naqd pul bilan mana shu furani egasi bo'lishingiz mumkin akalar. Qolganini ishlab uzib berishga kelishadi. Bu videoni hozirroq variantga fura qidiruvga tanishlarga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Oldin ham variantga fura qo'ygandik, u o'zi baraka bo'lib ketdi. Unga ulgura olmaganlar bo'lsa, mana shuni bosib yorsangiz bo'ladi. Bu 2017-yilda ishlab chiqarilgan Tegachga 540 talik Citrak Euro 5 motor qo'yilgan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan motorlari yaxshi chiqdi deb aytayapti egalari. Hech qanday kamchiligi yo'q ekan. Hop, balolarning holatini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Mana oldi balolarning holati. Bu mana orqa balolarning holati deyarli yangi. 1 tonnaga yaqin bak bilan jihozlangan prinsipi Krone 105 kubeli mega moslari, saf mos, lentakasi bor. Ichlari ham usilinli qilib qo'yilgan ekan. Bu fura akalar Andijon viloyatida turibdi. Tablodagi yurgan masofasi 881 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonni ichki holatlari ham zo'r holatda turibdi, avtomat korobkada. Agar naqd pulga olaman deydiganlar bo'lsa, narxini yaxshi narxga kelishilgan holatda olishingiz mumkin. Egalarining telefon raqamini har doimgidek videoning past qismida yozib qoldiramiz. O'zlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu videoga like bosib, Instagramda yangi chiqqan funksiya repost tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, yanada ko'pchilik odam ko'rishiga sababchi bo'lib qolasiz. Sotuvdagi yana ko'plab furalarni bizning Telegramdagi kanalimizda topsangiz bo'ladi.